Tug'ruqdan keyin doim holsizman, asabiyman va sochlarim to'kilishni boshladi. Nima qilay deydigan qizlarimizga. Omega. Eng zo'ri omega qizlar. 1300 mg va kollagen. Eng zo'r kollagenni izlaganlar mana shu eng zo'r kollagen. Tarkibida gialuronkasi bor, говяжий, куриный va morской kollagen bor. Jile ko'rinishda bo'ladi. Ko'chada xohlagan joyingizda ko'tarib yurib ichsangiz bo'ladi qizlar. Va kissam yo'lni o'stirib yormaydimi? O'simta o'stirib yormaydimi? Boshqa joyga zarari yo'qmi deganlar. Yo'q, organizm o'ziga keraklisini oladi, qolgani chiqib ketadi qizlar. Hech qayoqqa yomon ta'sir qilmaydi. Ayollarimizga eng zo'r yoshartiruvchi, eng kerakli organizm tiklovchi narsa mana shu. Shunaqa tetik o'zingizni his qilasiz, mazza qilib ishlaysiz qizlar. Tavsiya.